hozirgi kunda ishlayapmiz Nargiz opa bilan. Bu yoqda menga eng yoqqan narsa aynan o'sha gormonga doriga o'tkazib qo'yish emas, chunki men 10 yil davomida o'sha yetarlicha gormon ichganman-da, yetarlicha dorilar ichganman. Asosan Metforgamma, Dasinix, Jifaston va shunaqa dorilar berilardi. Qayta Yarine berilardi. Hadeb ko'p dori ichurgandan allergiya ham bo'lib qolganman, ko'p aksiradigan bo'lib qolganman. Changga, quyoshga shunaqa bo'lgan. Lekin hozir menda birinchi kurs tugayapti, 10 kun bo'ldi kelganimga, lekin aksirishim to'xtadi, deyarli to'xtadi. Umuman aksirish bo'lmayapti. Bitta-ikkita aksirib qolmaydi, tabiiy bo'ladi. Hammada shunaqa aksirish bo'lyapti. Shunaqa holat bo'lgan. Bu harakat qilmagan, oson yo'lni tanlayapti degan odamlar bo'lsa, o'zi do'mmoqchi bo'lgan yoki ozishga harakat qilayotgan insonlar biladi. Umuman suvni o'zini ichib yurgan kunlarim ham bo'lgan, haftalab, lekin umuman 1 gram ozmasdim. Ozish bo'lmasdi. Bundan tashqari raqsga ham borib ko'rganman, fitnessga ham borib ko'rganman.